Bu videodan keyin sizda Qatarda yashash istagi paydo bo'ladi. Bugun siz bilan Qatardagi universitetim yotoqxonasining eng arzon xonasini obzor qilamiz. Bu yerga kirish uchun sizga student ID kartasi kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib oshxonadan boshlasak, har bitta qavatda bittadan oshxona bo'lib, studentlar uchun hamma kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Lekin men oshxonani uncha ko'p ishlatmayman, chunki men yutib olgan grant hamma xarajatlarni qoplab beradi. Bu esa 3-qavatdagi terassamiz. Hozir havo juda issiq bo'lgani uchun hech kim yo'q. Lekin qishda rosa o'tirishga joy bo'ladi-da. Va nihoyat xonani o'ziga kelsak, kirganingiz bilan chap tarafda xonadagi yorug'lik va temperaturani nazorat qilish uchun elektron tablo bor. Xonada nimadir ishdan chiqsa, xodimlar siz yo'qligingizda ham xonaga kirishi mumkin. Shu sababdan qimmatbaho narsalaringizni qo'yish uchun elektron seyf ham beriladi. Bu yo oldin rostdan mehmonxona bo'lgan shekilli, studentda qimmatbaho narsa nima qilsin. Shuningdek, xonada televizor, telefon, lampa, ikkita kreslo, kravat hamda muzlatgich ham o'rnatilgan. Menga eng ko'p yoqqan tarafi esa bu yuvinish xonasi bo'ldi. Birinchidan har bir kishiga bitta, ikkinchidan esa juda ham chiroyli qilib ishlangan. Aytganimdek, bu eng arzon xona bo'lib, boshqa xonaga o'tmoqchi bo'lsangiz, sizdan qo'shimcha mablag' to'lab berish talab qilinadi. Yotib olib, kitob o'qishni yoqtiradiganlar uchun mamlaqa allambalo lampa ham bor. Albatta, Qatarda yashashni boshqa bir necha afzalliklari va o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor. Bu haqda keyingi videolarda gaplashamiz. Ungacha esa o'zingizni asrang. Xayr.